Men YouTube'da o'zbek tilida muzeyga bunaqa obzorni ko'rmadim. Siz ko'rgan bo'lsangiz, ko'rganman deydi. Bismillah. Bugun mana shu videoda dunyoda eng katta soat, eng balandda joylashgan Makka shahridagi soatga sayohat qilamiz. Sizlarga men o'zim duo qilaman, mana shu namoz o'qisa bo'ladigan, ya'ni haram hududidan turib kommentariyaga nasibsin deb yozgan odamga shu joyga ota-onasi, bola-chaqalar bilan kelish, shu umra, haj ziyoratlarini, amallarni bajarish nasibsin. Unga tashakkuri qandoq qilib shu muzeyga tekinga kirishni o'rgatadigan mana shu videoda ko'rsataman. To'g'ri soat binosiga kiramiz. Shunda kirib kelganingizda chapdagi tilla do'konlarga, to'g'ridagi kattani supermarketlarga, tepalarga anqaymasdan og'zni yopib turib, shunda sirazi o'ngga qaylanadi. Mana shu o'ngga yo'l bor o'zi. Masalan, o'ngga yuramiz. Anqaymasdan deganimga ko'ngilga olmaylar, haziladi bu. Mana shunaqasi ketamiz. Tasbehlar bor. Atir do'konlar juda ko'p, tilla do'konlar juda ko'p. Yana atir, jenskiy oyoq kiyimlar, tasbehlar, yana atir, tilla, atir, taqinchoq, sumkalar, bindavut, taniqli shu Korzinka, bizning Korzinkaga o'xshagan do'konlardan bittasi. Shunda mana shu kirsanglar, to'g'ridan mana shunaqa maket turibdi, tilla rangi. Cho'tki. Qanday mana shu maketni oldi kelganida, liftlarga qaraysizlar, mana shu liftlarda P9 degan yozuvi boriga chiqasizlar mana P9. Mana P9 bo'lsam chiqasizlar, P9 knopkasini bosasizlar. Mana bunda ham nargilari ishlamasligi mumkin. Mana shu ikkitasi ishlaydi, keyin mana shu ikkitasi ishlaydi. P9 ga chiqasizlar. Kirasizlar, knopkani bosasizlar. Anketasi bor. Ingliz tilida o'sha anketasini hozir davomida ko'rasiz. Qanaqa to'ldirishlarni. Sizlar ham o'sha boyga aytganimdek bor-yo'g'i bitta like, kommentga nasibsin deb yozib qo'yish. Mashina oldida ham chiqib ketib rasmga tushib qo'yasizlar. Biz ketdik liftga. Liftdan chiqqaningizda mana P9 bo'ladi. Mana bu yerdan P9 deb qo'ygan. Mana bu yerda katta ochiq joy, o'ng qo'lda pastga tushib ketadigan. Mana shu tomonga shunday qaraysizlar, kelasizlar. Mana shu yerda o'sha ruxsatnomalarni o'sha yigitlarga ko'rsatasizlar. Olib kirib ketishadi keyin. Chap tomonda namoz o'qiydigan joyi bor. Mabodo namoz paytiga to'g'ri kelib qolsanglar, namozga kir deydi. Namozga kirib chiqqan keyin deb mana keyinga javob beraveradi. Mana shu kirasizlar. Muzeyga kirish forma anketani to'ldirishni shu videoning oxirida ko'rib olasizlar. Qanaqa qilib to'ldirishni polностью hujjatlar tushuntirib beraman. O'chirish juda katta, hammani ham kirgizayotgani yo'q. Allohning izni bilan welcome deb mana kirdik. Menga bittadan mana shunaqa visitor card, keyin mana bunaqa переводчик berib qo'ydi. Xohlasanglar ingliz tili, xohlasanglar rus tili, xohlasanglar turk tili, lekin o'zbek tili yo'q. Kutib o'tiribmiz. Gapirishni boshladi. Mana bu soat. Именно уже на 4, каждой стороне есть один такой. Вот это 1, 2, 4, да. Тут видно 2 пока, а там есть сзади 1. 4 есть, потому что каждой стороне, как смотрите, часы отдельно. Да. 4 soatda mana bittasi shu aylanib ishlayapti. Именно mexanizmi. Знаете вес? 1, 21 ton. Диаметр 43 метра, да? Почти. Ну, это сзади. Это Циферблат там. циферблат. Т-т-т. Если будете внизу. Звезды, которые мы можем увидеть невооруженным глазом. Muzeyga kirganda birinchi muzey ekan. 4 qavatli muzey. Eksklyuziv faqat sizlar uchun. Boya ko'rsatganimda o'sha soat. Soat binosida bilasizlar 4 ta soati bor. Bu yoqda bitta, mana bu yoqda mexanizmi ko'ryapsiz. Bu yoqda ham. Mexanizm bu yoqda endi. Bu yoqda mana dunyo yaralishi, mana shu yulduzlar, koinot haqida mana shu shuni boshqa yaqinlashganda gapirishni boshlayapti. Mashalloh. Gap bo'lishi mumkin emas. Qoyil qoldi. Ishdan hech iloji yo'q. Mana planetalarni qilib qo'ygandan ko'rasizlarmi? Merkuriy, Saturn. Mana gapirishni boshlaydi. Стерла считается колонным сотворения. На протяжении 6 миллионов лет внутри продолговатых колонн пыли постоянно образуются новые звезды, как результат столкновения газовых и пылевых облаков влиянием самой широкой. Videoni oxirigacha kuzatinglar. Oxirida shu soatni o'ziga ochiq joyga olib chiqib ko'rsataman inshaalloh. Mana bu orqa tomondagi soatni mexanizmi. Og'irligi 21 tonna, strelkasini uzunligi minutiniki 17 metr, soatiniki 17 metr, minuti strelkasi 23 metr ekan uzunligi. Jami soatning o'zi diametri 43 metr. Bu eng markazi. Ko'rsam, o'shanda mexanizmni, konstruksiyani qilganini qo'yib qoldi. Mana aylanishni boshladi. Rost ekan mana soatning mexanizmi.
sekund bo'lsa kerak mana. Sekundlari mana bu yog'i tezroq aylanyapti, bu yoq sekin aylanyapti. Ana shundan ham sekin. Hammasi yog' moylab qo'yilgan. Mana bunaqa uchar sputniklarni osib qo'yishgan. Охватывает лишь 1/100 часть от всей площади. Hali ham gapirib ketyapti. Dunyodagi eng katta soat hisoblanadi, eng katta soat. Mana. 1, 2, 3, 4 etajlik muzey. Har bitta etajiga tushib ko'rib ketilaveradi. Konditsionerlar muzdek sostenadi. Sizlar bo'lsa videoga shunchaki bizga endi motivatsiya bo'lish uchun adilitsiya qilib, kommentariyaga nima deydi? Zo'r, malades, baraka toping, ga o'xshagan shunaqa so'zlar yozib qo'ysanglar, podpisatsiya qilib ko'rsanglar, nima deydi? Podpiskalar soni ko'payursa, biz o'shanda ilhomlanib yana video chiqarishga harakat qilamiz. Mana keyingi etajga tushyapmiz. Bu etajimizning nomi Quyosh, Yer va Oy. Quyosh va Yer va Oy. Mana Quyosh haqida ma'lumot olamiz. Shams surasi boshlandi. Quyosh oldiga keldik mana. Hozir bu gapirishni boshlash kerak degan. Mana Quyosh yadrolarini ko'rsatib qo'yishgan. Bu to'g'risida ma'lumotlar ingliz tilida. Mana bunisi endi Oyga o'xshayapti. Oy maketi. Keyin mana shunaqa qilib sputniklarni simlarda osib qo'yishgan, xuddi uni muallaq osib turgandek. Mana sputnik. Bu ma'lumotlarni 1,5 ming terabayt ma'lumotlarni yerga har kuni jo'natar ekan. Rasmlar, mana o'shanaqa rasmlar, jo'natilgan rasmlar mana shunaqa bo'lar ekan. Bu endi yerdagi rasmlar mana shunaqa rasmlar bo'ladi. Mana bunaqa rasmlar bo'lar ekan. Hamda mana shunaqa. Mashalloh. Mana yana bu ko'rinishlarni, maketlarni qilib qo'yishgan. Bu yoqda eng qizig'i oxirida bo'ladi. Что вызывает процесс внутренней динамики. Во внешнем жидком ядре непрерывно переливается расплавленное железо. Эта циркуляция вызвана Yer maketi osib qo'yishgan mana tepaga. магнитного поля распространяется далеко за границы атмосферы, обеспечивая защитный щит, который Bu Amerikaning orbitalniy stansiyasi ekan. вспышек. Rossiyaniki, Amerikaniki kupula modul debdi buni. Yer taxminiy ko'rinishi. Uni yonida mana boshqa yana bir planeta. Mashalloh. Har bitta maketni oldida ilmiy shu ma'lumotlar berilyapti. Undan tashqari Qur'onda kelgan suralari, Qur'on bilan faktlar bilan kelgan suralarni mana esib turibdi bu. Bu oyga o'xshayapti bu. Oy ekan mana. Yerga eng yaqini Oy bo'ladi. Составляет почти 400 тысяч километров, что в 30 с небольшим раз больше диаметра 400 ming kilometr masofada joylashgan ekan. Луна значительно. Mashalloh. Диаметр составляет чуть больше 1/4 диаметра части на поверхности. Saudiya Arabiyaga, umraga, hajga kelsanglar, Makkaga, обязательно shu muzeyga, ya'ni soat binosi muzeyiga kirishni tavsiya beraman. Mana pastdan ko'rinishi bo'yicha tepalardan ham yurib, aylanib oxiri soatda o'sha ko'cha tomondagi joyga chiqamiz. Mana men bitta yozib qo'ygan, men bitta pastda osilib turibdi o'sha. Tagdagisi Neptun bo'ladi, Neptun. Undan keyingisi Uran, undan keyin Saturn, undan keyin Yupiter. Yupiterdan keyin bir kichkinaroq bor, o'shanisi Yer. Mana bu Yer bo'ladi. Bundan teparoqdagisi Oy va mana eng tepadagisi eng kattasi Quyosh. Mana bu yerda shu Allohning qudratlarini ko'rsatib turuvchi videolar bo'lyapti. Yana bir qiziq ma'lumot bilsanglar, oyni kuzatib, odatda bizga shu ro'za Ramazon oylarida, Qurbon hayitlarida bizga shu Arabistonda oy ko'rinibdi degan ma'noda ma'lumot keladi. Uni mana maxsus shu oyni kuzatadigan mana shu soat binosining orqa tomonida dunyoda o'sha 7 ta stansiyadan bittasi mana shu yerda joylashgan ekan. Bu degani shunchaki osmonga qarab turib, oy chiqibdi deyishmaydi bular. Hammasini o'rganib, asoslanib aytishadi.
yer sayyorasi mana shu joylashuvlarni hamda may, muharram, safar, iyun deb ko'rsatib qo'yilgan. Bu yoqda mana yer o'zini maketi. Bizda 10-asrda o'ylab topilgan mana shu instrument ekan, astrolabiya deylar ekan. Mana shu bir-biriga kiyg'iziladi, mana bu osib qo'yishgan. Buni yordamida sayohat qilayotgan odamlar soat, minutlarni bilishgan ekan. Shunaqa to'chlik daqiqa, minutlargacha ko'rsatilgan narsa. Hozirgacha ham xuddi shu narsani ko'rsa bo'lar ekan. Bundan tashqari o'sha arab dengizda suzib yuradigan o'sha qadimgi nimalar, savdogarlar mana shunaqa instrumentlardan foydalanishgan. Datal Shubatang deb nom berilgan mana. Bu ham o'sha oyga joylashuvi, ularning yo'nalishlarini aniqlab bergan. Taxminan yerni mana shunaqa chizishgan ular. Yer ko'rinishi, keyin mana mamlakat chizishgan. Hozirgi mana Afrikaga o'xshab ketyaptimi? Arabistonning o'ziga o'xshyapti mana Arabistonga. Mana shunaqa kartalar bo'lgan. Mana shunaqa instrumentlar bo'lgan o'zligini. Lekin bizning Mirzo Ulug'bek bobomizdek olim ulamolar o'tganligini endi bu muzeyda bor yo'qligini bilmayman, hozir davomida ko'ramiz. Lekin bizning bobolarimizga yetmasligi bo'yicha bitta like qo'yib qo'yinglar. Qadimgi paytdagi soat binolarini, mexanizmini ko'rsatib qo'yishdi. Hozir men buni rosa cho'tki qilib tushuntirib gapirib berdi. Asosiy mexanizmi bu mana shu yuk bo'lar ekan. Shu yuk qimillab turganning hisobiga mana bu ishga tushadi. Shunda mana minutlar, sekundlar hisob olinadi. Har bitta nimasi sekund, millisekundlargacha hisobi olingan, to'g'ri qilingan mexanizm. Undan keyin mana mamlakat mexanizmlar, mana shunaqa mexanizmlar, soat, qo'l soatlari, undan keyin o'sha mana elektronik soatlar chiqib ketganligini to'g'risida ma'lumotlar beryapti. Eng oxirgisi mexanik soatlarni eng zo'ri 20-asr boshida nemis olimi Zigmund Riffler tomonidan o'ylab topilgan ekan. Bular prujinni deylar ekan. Ya'ni prujina buni o'sha osilib turgan mexanizmni ishga tushirar ekan. Bir kunda nechidir millisekund degina adashish ehtimoli bor ekan. Mana ishlab turibdi. Knopkani bossak, Makkadagi o'sha soatni mana 11:49, 48 sekund, millisekund, millisekund to'g'risida mana shu yerdan nimaga bizga chek chiqar ekan, qaranglar. Qarang, 202 bitta bosamiz. Sening personalniy Makka vaqting, shu yerda bo'lgan vaqting. Mana bizning vaqtimiz mana shu. Rajab oyi 1446-yil, 2025-yil 8-yanvar 11:50 30 sekund 950 ga 432 millisekundlargacha. Mana Makkada bo'lgan vaqtim ekan shu. Mashalloh. Mana bu hozirgi soat dunyo bo'yicha mana shu soat ketyapti. 11:50, ya'ni Makkada mana shu soat. Millisekundlar ko'rasizlarmi? Pauza qilib turib bitta ko'rib olaylik o'zingizlar ham. Mana kunning yorug'ligini ko'rsatyapti shu yerda. Yozib qo'yibdi. Hour, minute, second, milli, mikro, nano. Gap bo'lishi mumkin emas. Nano milli mikrosekund deysa-da endi. Eng qizig'iga yaqinlashyapmiz. Mana ko'chadagi soat, 4 ta tomonda soat bor. Yo'qda Ka'ba bor, Ka'ba. Men YouTube'da o'zbek tilida muzeyga bunaqa obzorni ko'rmadim. Sizlar ko'rgan bo'lsangiz, ko'rganman deydi. Maksimum bunaqa minutlarni qo'yib, sizlar uchun valida harakat qilganim. Sizlar hali ham podpiska bosmasdan, ya'ni bir kimgadir pozitsiya qo'ygan bo'lsangiz, men rosa xursand bo'lardim. Telegramdagi silkalarni tashlab qo'yinglar mana soatlarni. Azizgina qoldi. Metal konstruksiyani qaranglar buni. Og'irligi 16 tonna. Mana shu konstruksiyani tepada svarka qilish iloji bo'lmagan uchun liteniy zavodda tayyor holatda olib kelib 100-200 metrlarga olib chiqib ko'tarib mana qo'yishgan. Soatda o'rnatilgan shu Saudiya Arabiyani o'sha emblemasini dunyoda eng katta modeli mana shu ekan. Soatni yengillashtirish uchun stiklo voloknodan foydalanishgan. Ya'ni u temirdan mustahkam, lekin temirdan yengil. Uni ustiga qilingan mana bu mozaikalar eng qattiq o'sha yomg'irlarda ham, shamollarda ham hech narsa bo'lmasligiga, o'sha nima deydi, mustahkam bo'lib turishiga yordam beradi. Kafilchi do'stlarimizga ham jo'natib qo'yinglar, bir ko'rishsin. Kelib ko'ringlar, bizzatini kelinglar. Qo'yil qolish ilojisi yo'q. Soatda o'sha jozibador qilib turgan mana shu tilla rangli mana shu mozaikadan qilingan narsa haqiqatan tilla ekan. 24 karat tilla olingan. Plyonkaga mana shunaqa plastinka qilib turib, plyonka ustidan shisha bilan yopilgan.
Shunaqa bo'lgan. Tagida plyonka, ustida plyonka, shisha, o'rtada tilla. 12000 kvadrat mozaykadan foydalanilgan. Bu bitta raqam. Bitta raqam meni bo'yimdan solmas. 2, 4, 6, 1 8 metrni mana shunaqa ekan. Soat balandligi 400 metrda joylashgan. 400 metr joylashgan. Bu qora narsa, lekin mas kichkina lampochkalarning hisobiga mana bunaqa oppoq bo'lib ko'rinar ekan. Dunyodagi eng katta soat mexanizm bu shamolni qarshiligiga turadimi yo'qmi shunaqa savol birinchi bo'lib turgan ekan. Ya'ni o'sha strelkalarni shamollik hisobiga nima deydi, sekund minutlarni qarshiligini yenga olishini hisobini olishgan. 7 kilometr masofadan azon eshitilishi uchun 160 ta kolonka qo'yilgan ekan. O'sha tepa oyi, yarim oyi ichida ham mana shunaqa xonalar bor. Odam ichida odam maketlarini qilib qo'yishgan, ko'rasizmi? Soat binosini eni qaranglar 71 metr ekan. Balkonli mana eng keng joyi 83 metr. Soatni o'zini diametri 43 metr. 43. Oyi eni 23 metr. Oy. Yarim oyi. Ko'rib turilgani bu original zapchas ekan, maket emas ekan. Lekin bular uverni aytibdi, bu narsa hech qachon kerak bo'lmaydi deb. Navoda shestiniyasi mana tishi sinib qolsa ham shuni olib borib almashtirib qo'yish uchun ham mana shunga qo'yib qo'yishgan ekan, как zapcha sifatida. 40 ta proyektor bor ekan, atrofida aylanib turar ekan, 40 ta proyektor. Tayyorlanib turinglar, eng qizig'i, самый красивый да? О, смотри. Mana tepada soat. O'zim ham hali ko'rmasimdan birinchilik ko'rdim. Mana soat. Mashalloh, bu baribir odam o'zini ko'zi bilan ko'rish kerak. Eng qizig'i mana. Niyat qildim deb kommentga yozib qo'yinglar, mana shu joyga kelishlarga ham nasib qilsin. Kecha namozga tayyorgarlik etyapti. Buni ko'rmasanglar bo'lmaydi. Sizlar ko'rdinglar, tanishlarga jo'natmasanglar bo'lmaydi. Bir haftadan beri harakat qilib shu yerga kirishga ilojsiz bo'lmaydi. Mana Yonason qurilishi. Makka shahri. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uylarini ko'rsatishga harakat qilaman hozir. Safo Marva, ana bu uylar topdim. Mana shu uylar bo'ladi. Mana shu uylar. Yashab o'z katta bo'lgan uylar. Mana joyga mana shu joyga yetib kelganlar qancha, yetib kelmaganlar qancha. Shu joylar borligini, tekinga kirish mumkinligini bilganlar, bilmaganlar qancha. Shuning uchun bizning harakatimizni belgilab, bizga kuch-quvvat berib, motivatsiya berish uchun shu like, kommentlarda bir qo'limizni ko'tarib qo'yish uchun omad deb yozib qo'yishinglar ham juda xursand bo'lardim. Yana bitta ko'rsaman. Alhamdulillah, yetkazganingga shukr. Sizlarga ham nasib shu joyga kelish. Kelsanglar, bizzatini kiringlar. Silkalarini tashab qo'yamiz. Silkasini qanaqa qilib kirishi, qanaqa qilib to'ldirishi. Mana. Peshin paytida odam kam. O'sha peshinga tayyorgarlik ko'rishyapti. Oppoq kiyimni ko'rib turganinglar, bu hamma shu umra qo'yotganlar, ya'ni ehromligilar. Qora aralash kiyimigilar va ayollar bo'ladi. Pastki sahnaga faqat erkaklarni shu ehromda kirgizadi. Ayollarni luboy kiyimda kirgizadi. Mana. Ko'rinishini qaranglar. Va sizlar uchun harakat qildim, sizlar ham biz uchun bir duo qilib qo'ysanglar bo'ladi. Men ham duo qilaman, mana shu videoni boshdan oxirigacha ko'rganlarga, ilohim umraga, hajlarga kelish, ota-onalarni olib kelish, bola chaqalar bilan kelish nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Endi eng asosiysi o'sha muzeyga kirishdan oldin qilishinglar kerak bo'lgan ishlar. Men endi boshqalarga o'xshab, ana Telegram kanalimga qo'shilinglar, kiringlar deb aytmayman. Osongina mana shu videoni oxirigacha ko'rib, pauza bosib qilsanglar, hammasi oson bo'lib ketadi. Shu narsaga erishish uchun bizga 3 kun, 4 kun, 5 kunlar vaqtimiz ketdi. Qisqasi, mana shu QR kodni pauza qilib turib, QR kodga kirasizlar. Kirganingizda mana bu havola chiqadi. Xo'sh, mana eslab qolinglar mana. Forum, servis, mana pauza qilib, mana shuni yozsanglar ham chiqsanglar bo'ladi. Agar QR kodni o'qimaydigan bo'lib qolsa, navoda telefoningizda, mana shu narsani yozsanglar, mana Bitrix 24 sayt. Kirganingizda mana shunaqa havola chiqadi. Ya'ni mana Clock Tower, clock degani soat binoni muzeyi. Mana shunaqa yozsanglar ham kirib kelaveradi yoki Clock Tower Museum desanglar ham chiqib kelish kerak. Birinchi bu isminglarni yozasizlar. Mana shu joyda ko'rasizlarmi? Ism yoziladi. Ikkinchisi Arabistondagi telefon raqaminglar.
Uchinchisi bosqin. Uchinchisida yo'q, ikkisi bosib tur. Uchinchisini bosganinglarda ikkita narsa chiqadi. Bu erkak, ayol degan. Tepadagisi erkakni bosasizlar. Agar erkak bo'lsa, ayol kishi bo'lsa, ayol kishini bosasizlar. Uchinchisi bu davlat, qaysi davlatdan kelgan? Oson yo'lni o'rgataman. Eng tegiga shuni tushirasizlar, eng tegiga. Pastdan 1 2 4 deb 12 ni sanaysizlar. Agar arabcha o'qishni biladiganlar bo'lsa, mana O'zbekiston degan. O'zbekistonni tanlaysizlar. Undan keyingisi yoshlar 25-44, 45-64 va hokazo. 25-44 tanlaymiz. Undan keyingisi mana shu joyga o'zingizlarning emailinglarni yozasizlar. Ya'ni mana shu emailga soобщение keladi, ruxsatnoma. Ikkita keladi SMS. Birinchi soобщенияsi qabul qildik degan soобщение keladi. Uni ko'rsatsanglar bari kirgizishmaydi. Ozgina vaqtdan keyin ikkinchisi kelish kerak. Ikkinchisida o'sha chislosi, kuni yozilgan bo'ladi. Undan keyingisi mana bu o'sha bunisini shunday bosganinglarda xo'sh, mana bunday bosganinglarda bu yerda nima edi bu? Davlat, bosh davlat. Viza, sizlar mehmonga keldinglarmi yo iqoma bormi? Qisqasi mana shu o'rtadagisini bosib qo'yasizlar. Mana shu o'rtadagisini bosasizlar. Bunisi vizalarning raqami, mana 2580 deb yozsanglar ham bo'ladi yoki pasportingizda o'sha yozuv bo'ladi, pechatda bo'ladi. Pechatda. Undan keyingisi kirmoqchi bo'lgan sana. Mana shunda bosamiz. Misol o'chirdim. Buni bosganimda, misol uchun sizlar yanvarda kelyapsizlarmi, fevraldanmi, yana bitta sizlarga podskazga o'sha kuni shularni oldida qilmanglar. Bu narsani javobi sababi 5 kun, bir hafta, 10 kun oldin kelishi mumkin-da. Shu sababli oldindan reja bilan qilish kerak shu narsani. Misol uchun 10-yanvarda kelsanglar, sizlar 15-yanvarga misol o'sha narsani oldindan belgilab qo'yinglar. 4-5 kun oldin mana 15-yanvarda deylik. Undan keyingisida soat mana ko'rasizlar, soat 9 da ochiladi deyapti, 4:30 gacha bo'ladi deyilyapti. Bunday qilsa 4:30 gacha. Lekin sizlarga tavsiya beraman, ertalab soat 10 dan qimlatma. Ertalab soat 10 dan shu soat 12, shu 1 gacha bo'lgan vaqtni tanlaylar. Misol 10 ga tanlaylar, shu 10 ga kelib, mana shu sentni bosganinglarda sizlarda mana bunaqa belgi chiqadi. Ya'ni ptichka bo'ldi, qabul qildi. Buni ko'rsatib ham bir xil kirmoqchi bo'lyapti, bu bilan kirgizmaydi. Undan keyingisi shundan keyingisi mana bunaqa sizlarga soобщение keladi, ana emaillarni ochganinglarda bu yerda mana arabchada перевести degan so'zni shunda bosib qo'ysanglar, "Ваш запрос успешно получен" deyapti. Ya'ni qabul qilindi deyapti. Buni ham ko'rsatsanglar kirgizmaydi. Eng to'g'risi, oxirgi eng to'g'ri varianti mana o'sha belgilagan kuninglarga, mana soatga, mana shu chisloga, mana shu soatga mana ruxsat berildi degan narsani ko'rsatsanglar, aniq kirgizadi. Endi shu videoni ko'rib like bosib, kommentga foydali bo'lsa kirib ketsanglar, muzeyga tekinga kirib, mazaqa ko'rib chiqib, soat tollarida rasmga tushib, shu Ka'bani tepadan pastga qarab turib ko'rganlardan keyin shu kommentga kirib turib, baraka toping, foydali bo'ldi deb yozib qo'ysanglar, bu bizga motivatsiya bo'ladi, biz ham rosa xursand bo'lamiz. Omad sizlarga, hammanglarga omad tilab qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.